Assalomu alaykum, bizning kuzatuvchilarimiz, bizning bemorlarimiz va bizning diasporaga kelib implant qo'ydirmoqchi bo'lgan qadrdonlarimiz. Ro'za Ramazonga chegirmamizni e'lon qilganmiz va ro'za oyida ichida ham xudo xolasa harakat qilaveramiz, ulgurmay qolgan bemorlarimizga qo'yib berishga. Bugungi ikkinchi operatsiyamiz 9-fevral 5 ta implant opamga qo'yib beramiz. Opa tayyormisiz? Opamda kimlar kelgan edi bizga? Singlim, jiyanlarim kelib qo'ydirishdi. Juda ham maqtashdi. Shu yerga boring opa deb tavsiya qilishdi. Shu klinikani qo'rqib keldim. Endi ko'ramiz qanaqa bo'lar ekan bu yog'i. Opamning omadi nima deydi, chegirma payti kelib qoldilar. $250 emas, singlariga, yaqinlariga o'xshab, endi $125 qo'ydiryaptilar. Sizlar ham tezroq ulgurib qolinglar. Diasporani barchalarga kutib qolamiz. Bizga omad tilab qo'yasizlar. Ikkinchi operatsiyaga ham birinchisi zo'r o'tdi, ikkinchisini ham xudo xolasa zo'r o'tkazamiz. Boshladik. Kayfiyatimiz a'lo, operatsiyamiz yaxshi o'tyapti. Ikkinchisi ham o'tdi. Xullas 5 ta ostin implantni qo'yib berdik. Sizda kayfiyatingiz qanaqa bo'ldi? Juda ham zo'r. Yaxshi. Hech qanaqa og'riq bo'lmadi. Qo'llari yengil ekan. Ishlarga omad, kelinglar, qo'ydiringlar sizlar ham. Bizda o'zi og'riqsiz bo'lganligi uchun shunaqa bemorlarimiz ko'p bo'ladi. Faqat implantatsiya bo'yicha og'riqsiz bo'lganligi uchun butun O'zbekiston, kerak bo'lsa chet el davlatlaridan ashta mehmonxonalarga joylashib olib, operatsiyalarimizni qildirib ketishadi. Ham O'zbekistonda aylanishadi chet elliklar, ham bizda arzongina sifatli operatsiyalarni o'tkazib ketishadi. Hammaga yaxshi kayfiyat, sizlar ham tezroq harakat qilinglar.